Alloh farzand berib, farzand tug'ilar ekan, ana o'sha farzandni tug'ilishi bilan o'zi bilan qo'shilib haq huquqlari ham tug'iladi. O'sha haqlardan birinchisi emish haqqi. Har bir tug'ilgan farzand o'zini, onasini qonib emish haqqiga egadir. Farzandni ana shu tarzda emizish onaning burchi, farzand va onaning ta'minoti otaning burchi hisoblanadi. Alloh ko'rsatmasin, qaysidir bir sababga ko'ra ona emizish imkoni bo'lmasa, ana ota boshqa emizuvchi topib bolasini emdirishi, emizishi, o'shini ta'minlashi vojib, majburiyat hisoblanadi. Bu haqni farzandlarga, yangi tug'ilgan go'daklarga Alloh subhanahu va taoloning o'zi mo'jiz kitobi, qiyomatgacha mo'jiza bo'lib qoluvchi kitobi Qur'oni Karimda e'lon qilib qo'ygan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Kim emizishni to'liq batamom qilmoqchi bo'lsa, onalar bolalarini 2 yil to'liq emizurlar, deydi Alloh taolo. Hozirgi kunda tibbiyoti kashf qilyapti, deb maqtanyapti. Bizdagi 1500 yil oldin aytilib qo'ygan haqiqatni. Nimani kashf qilishdi? Kashf qilgani shuki, har bir bola o'zini tuqqan onasini emsa sog'lom o'sar ekan. Chunki onaning dastlabki sutida, og'iz sutida immunitet deb atalgan hozirgi manoa, qarshi kasalliklarga qarshi kurashuvchi malakani hosil qiladigan moddalar bor ekan. Bolani emizishni o'zi mo'jiza. Dastlab, demak, farzand ko'rayotgan kelinlarda sut bo'lmaydi. Farzand tug'ilib, yig'isini ovozi chiqqanda sut keladi keyin. Sut demak, o'sha tug'ilganiga 1 soat, yarim soat bo'lgan murg'ak go'dak emsa, o'shini to'ydirguncha keladi, qolgani yo'q. Ichi to'la haligidaqa insonga foydali modda. Immunitet boshqalarni hosil qiladi. Ertasiga bola kattaroq bo'lib, kechagidan bir ho'plam ortiqcha yemagan bo'lsa, sutdan bir ho'plam ortiqcha keladi.